ChatGPT yomon do'dirdi. Auxiliary verb haqida skript qilib bergansan, yozgan narsasini qaranglar. Bugun biz auxiliary verbs, ya'ni yordamchi fe'llar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik do, be, have so'zlarini biladi, lekin nega ingliz tilida bu fe'llar kerakligini tushunmaydi deydi. O'zi shundoq ham qiynalayotgan bo'lsanglar, naqadar bu battar sizlarni tupikka tiqib. Bolalar, agar sizlar zamonda qiynalayotgan bo'lsanglar, bir-biridan farqlanmayotgan bo'lsanglar, ingliz tili sizlarga qiyinlik tuyulayotgan bo'lsa, buni sabablaridan bittasi siz auxiliary verbni yaxshi tushunmayotganligingiz bo'lishi mumkin. Iltimos sabr bilan videoni tushunishga harakat qilib oxirigacha ko'ring. Miyangiz ochilib ketadi. Auxiliary verb qo'shimcha fe'l, yordamchi fe'l. Nomi ahamiyatga ega emas. Ingliz tilida oddiy fe'llar bor. Fe'l o'zi nima? Fe'l bu ish harakatda ma'nosini bildiradigan so'zlar. Turmoq, o'tirmoq, yemoq, ichmoq, mana shuni hammasi fe'l. Shu fe'llarning ichida ba'zi bir fe'llar borki, u fe'llar oddiy fe'l rolidan boshqa, ya'ni ikkinchi roli ham bor. Qo'shimcha sifatida ishlaydigan roli bor. Ya'ni shu so'zlar bizda qo'shimcha fe'llar deyiladi. Nimaga qo'shimcha fe'l? Chunki o'zi u fe'l ham uni qo'shimcha yordamida foydalanamiz bo'ladi. Qo'shimcha fe'llarga mana bu fe'llar kiradi. Ana shu fe'llar bizda ham oddiy fe'l, ham auxiliary verb, ya'ni qo'shimcha fe'l yordamida kelar ekan. Qo'shimcha fe'l o'zi nimaga bizga kerak? Qo'shimcha fe'l shunaqa narsaki, uni o'zbek tiliga tarjimasi yo'q. Undan faqatgina inglizlar foydalanadi. Agar biz qo'shimcha fe'llardan foydalanmasdan gapiradigan bo'lsak, gapimiz xato hisoblanadi. Ya'ni inglizda gapimizdan tushunolmay qoladi. Stupurguchi bol, voy nima deyapsan deb do'tirab qoladi. Shu sababdan inglizlar ishlatganligi uchungina biz shu qo'shimcha fe'llardan foydalanishimiz kerak. Endi kelinglar, umumiy bitta logikasini ko'rib chiqamiz. Qaysi qo'shimcha fe'l qanaqa holatda foydalaniladi. Birinchi bizda be ekan. Be bizda bo'lmoq deb tarjima qilingani bilan ma'no jihatdan u biron bir narsani nimadir bo'lishinigina ifodalab beradi. Lekin gapda tarjima qilinmaydi. O'shaning uchun ham bu auxiliary verbki gapda tarjima qilinmaydi, shunisida adashmanglar. Be ni men oddiy auxiliary verb qilayotganimda bega men ko'rinish bera olaman. Buni eng birinchi to be darsimizda ham o'tganmiz. Be bizda ko'rinishga ega. Agar gapimiz hozirgi zamon to'g'risida ketayotgan bo'lsa, u emizar ko'rinishda bo'ladi. O'tgan zamonda was were bo'ladi. Kelasi zamonda will be ko'rinishida bo'ladi. Bu nima degani? Agar siz be ni nima funksiyani bajarishini tushunib olsangiz, uni qaysi zamonda qo'llashingizdan qat'iy nazar u bir xil funksiyani bajaradi. Deyli men endimdagi mana bu cho'tki hoodie'imni tasvirlayapman deb men aytaman. The hoodie is black nomi. Ya'ni bu hoodie qora rangda. Men buni sifatini aytmoqman. To be bizda asosan shu sifatlarni, holatlarni bildirish uchun ishlatiladi. Hoodie'im qachon qora meni? Hozirgi holat qora. O'shaning uchun men the hoodie is black nomi. Agar buni men yuvurganimda buni rangi oqarib ketgan bo'lsa, men aytamanki the hoodie is white but it was black deyman. Ya'ni hoodie hozir oq, lekin oldin qora bo'lgan degan ma'noni beraman. Ko'rasizlarmi? Ya'ni be to be ni umumiy bajarayotgan funksiyasi menda sifat beryapti. Kelasi zamonda aytsam bo'ladi, something will be deb gapiradigan bo'lsam, biror bir narsa bo'ladi degan bir ma'noni berayotgan bo'laman. Bundan tashqari bizda do bor. Do bizda asosan ish harakatlar bilan keladi. Ya'ni bizda fe'llarni asosan negativ ko'rinishga yoki savol ko'rinishga o'tkazishga yordam beradi. Biz present simple da gapirayotganimizda do'dan foydalanmaymiz. Ya'ni do'ni tashab ketib gapiramiz. Biz aytsak bo'ladi, misol uchun I like watching TV. Menga televizor ko'rish yoqadi degan bir gapni gapiramiz. Gapimizda do'dan foydalanayotganimiz yo'q. Lekin agar men bu gapni negativ ko'rinishga o'zgartiradigan bo'lsam, I don't like watching TV deyman. Questionga o'zgartiradigan bo'lsam, do you like watching TV deyman. Ya'ni qo'shimcha fe'ldan foydalanyapman negativ va question yasash uchun. Gapimda qo'shimcha fe'l tarjima qilinyaptimi? Qilinmayapti. Bu prosta inglizlar ishlatadi, biz ham ha deb foydalanamiz. Aytganimdek, do bizda ish harakatlarni negativ yoki question formaga o'zgartirishga yordam berar ekan. Xuddi shu logika bilan biz o'tgan zamonda do'ni ko'rinishini did qilib olamiz. Nimaga? Chunki bizda do oddiy fe'l bo'lib kelayotganda, biz irregular verbsdan bilamizki, uni o'tgan ko'rinishda bizda did bo'lib o'zgaryapti. Demak, do'ni biz present simple da auxiliary verb qilib olganmizmi? Endi xuddi shu do'dan biz pastda foydalanyapmizmi? Demak, irregular verbsda qanday o'zgarayotgan bo'lsa, biz xuddi shu logika bo'yicha auxiliary verb qilayotganimizda ham o'tgan holatini, shu oddiy fe'l qanday o'zgarayotgan bo'lsa, o'shanda holati bo'yicha olamiz. Xuddi shu logika bo'yicha men gapimda o'tgan zamondan negativ yasayotganimda I didn't like watching TV yoki did you like watching TV deb foydalanaman. Ko'rasizlarmi? Do'ni umumiy logikasi o'zgarayotgani yo'q. Yoki xuddi shu logika bo'yicha biz have dan foydalanadigan bo'lsak, have bizda bu perfect zamonlarni auxiliary verb hisoblanadi. Agar have bizning gapimizda bitta fe'l bilan yonma-yon kelayotgan bo'lsa, bu holatda have qo'shimcha o'rnida kelyapti. Perfectni ma'nosini berib kelyapti.
Shu sababdan undan keyin kelayotgan fe'l o'tmishcha ko'rinishini, ya'ni easy qo'shimchasini olyapti yoki butunlay ko'rinishini o'zgartirib kelyapti. Xuddi shu logika bo'yicha men past perfectga have'imni o'tgan ko'rinishini berishim kerak bo'lar ekan. Men qarayman, have men oddiy fe'l qilib ishlatayotganimda, o'tgan zamonda qanaqa o'zgaryapti deb qarasam, had bo'lib chiqyapti. Keyin men aytamanki, ha, demak agar men perfectni ham past ko'rinishda beradigan bo'lsam, men xuddi shu have o'tgan zamondan foydalanishim kerakmi? Buni hadga o'zgartirar ekanman degan bir xulosa kelib chiqadi bu yerdan. Undan tashqari bizda modal verb degan tushuncha bor. Modal verblar ham xuddi shu auxiliary verbga o'xshab oddiy fe'llardan tashkil topadi. Faqat modal verb bilan auxiliary verblarning farqi, modal verblar gaplarda tarjima qilinadi. Auxiliary verblar tarjima qilinmaydi. Modal verblar o'zidan o'zi negativ yasolaydi, o'zidan o'zi question yasolaydi. Xuddi auxiliary verbga o'xshab. Ya'ni auxiliary verb do dan foydalanayotganda men do not yoki savolimda do'ni gapni boshiga chiqarayotgandim. Candan foydalanayotganimda xuddi shunaqa. Can not yoki canni gapni boshiga chiqarib men savol yasolayman. Modal verb auxiliary verblarning umumiy tushunchasi shu. Endi hosil qilishinglar kerak bo'lgan narsa любой bitta o'tgan zamoninglarni ochinglar-da, bir sizlarga takrorlab, auxiliary verb qaysiligi, nimaga kelayotganligiga o'zingizga aniqlik kiritib olsanglar, zamonlardan zamonlarni bemalol ajratib olasizlar. Agar sizlar 12 ta zamonni yaxshilab o'rganib olmoqchi bo'lsanglar, biz Telegram kanalimizda shu bo'yicha bitta master-klass o'tganmiz, videosi ham qo'yilgan. Shu videoni Telegram kanalimizga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Obdan ko'rib chiqinglar. U yerda men именно shu auxiliary verb logikasiga asoslangan holatda zamonlarni tushuntirganman. Inshaalloh zamon bilan umuman muammolar qolmaydi shu bilan.